Ushbu loyiha Mikrokredit bank hamkorligida Andijon viloyati Paxtaobod tumani Soy mahalla fuqarolar yig'inidagi 73, 74, 98 hamda 101 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda pomidor ekilgan. Maydon hajmi jami 12,45 gektarni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish bosqichida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 83 ta dehqon xo'jaliklar biriktirilgan. Har bir dehqonlar uchun o'rtacha 15 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Oltinoy farzandlari mas'uliyati cheklangan jamiyati biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 26 tonna, jami 313 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekinlar yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turlari ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.